Assalomu alaykum. Interyer dizayn kursi ochuv darsini boshlaymiz. Avvalambor Let's Animate haqida gapirib o'tib ketsam, Let's Animate kompyuter grafika maktabi 2014-yilda startap loyihasi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. Shu kungacha umumiy hisobda 6000 dan ortiq o'quvchilar kurslarni bitirib, mutaxassislar qatorida o'z ishla o'rinlarini topib, hozirgi kungacha ishlab kelyapti. Let's Animate markazida filiallarimiz bor. Bularni sanab o'tadigan bo'lsam, birinchisi Yoshlar ijodiyoti saroyi filiali, ikkinchisi Beruniy filial, uchinchisi Ganga filiali hisoblanadi. Shu o'rinda o'zimni tanishtirib ketsam. Meni ismim Shamsiddin, familiyam G'aniyev. Interyer dizayn sohasi bo'yicha 13 yillik tajribaga egaman. Shu vaqt ichida ko'pgina xususiy va jamoat binolarning interyerlarini loyihalashda ishtirok etganman. Bulardan misol qilib aytadigan bo'lsak, Paynet ofisi, Nurafshon avtosaloni, Seul ko'chasidagi restoran misol bo'la oladi. O'zi interyer bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, to'xtalamiz. Interyer o'zi nima degani? Interyer bu binoni ichki ko'rinishi deyiladi va biz binoni ichki ko'rinishini, vizual holatini, ya'ni 3D vizualizatsiya ko'rinishini o'rganamiz va shu narsani kelgusida mijozlarga taqdim qilishga biz yordam beramiz va o'rgatamiz. Interyer dizaynerlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, ular kompyuter grafikasi yordamida inshootlar ichki muhitni, ya'ni interyerni ishlab chiquvchi mutaxassislar hisoblanadi. Ushbu kurslar kimlar uchun mo'ljallangan? Sohani noldan o'rganuvchilar, arxitektura yo'nalishida o'quvchi talabalar, sohaga qiziqqan insonlar. Kursimizni davomiyligi 4 oy, umumiy dars 48 ta darsdan iborat. Har oy 12 dars, haftada 3 martadan. Dars davomida biz elektron ma'lumotlar bilan ta'minlab turamiz. Onlayn qo'llab-quvvatlaymiz. Darslarni tizimlashtirilgan bosqichma-bosqich holatida dars o'tamiz. Amaliy topshiriqlarni bajaramiz. Undan tashqari ilk portfoliomizni birga bajaramiz. Amaliyotda qo'l keladigan maslahatlarni beramiz. Xo'p, ushbu kursimizda qaysi programmalarni o'zlashtirishimiz mumkin? Birinchisi bu AutoCAD, ikkinchisi 3D Max va shu bilan birga Photoshop programmalarini o'zlashtiramiz. Kursimizda binoni interyer qismi 3D vizualizatsiyasini o'rganamiz. Interyer deganda biz binoni ichki qismini tasavvur qilsak bo'ladi. Biz dastlabki AutoCAD programmasida plan chizishdan boshlaymiz. Planni shunchaki chizmaymiz. Planda biz mebel jihozlarini to'g'ri joylashtiramiz. Bu joylashtirayotgan vaqtda nimalarga e'tibor beramiz? Proporsiyasiga, funksiyasiga, ya'ni qanaqa vazifa bajarishiga, qanchalik qulay insonga, ergonomikaga e'tibor beramiz. Ergonomika deganda insonni balandligiga, bo'yi, holat, harakatiga mutanosibligini hisobga olamiz. Tajribamdan kelib chiqqan holda men mijoz hisobida bo'laman, o'quvchilarimiz ish bajaruvchi boshlang'ich dizayner sifatida qatnashadi va men o'z talablarimni qo'yaman. Talabimga qarab har bir o'quvchi fikrini bildirgan holatda ko'nikmalarni olib, shu bilan birga o'z fikrini bildirib, plan chizishni boshlaydi. Planlarni tasdiqlab bo'lamiz, ya'ni men o'zim tasdiqlab beraman. Planni tasdiqlagandan keyin stillar bo'yicha gaplashamiz va har bir o'quvchiga o'ziga aynan bitta stilni tanlab oladi, shu stil bo'yicha dizaynni boshlaydi. Dizayn boshlashimizdan oldin Photoshop yordamida kollaj, ya'ni bo'lajak interyerimizni qisman rasmlarda lavhalarni tuzib, yig'ib chiqamiz. Bu bizga kelgusida tayyor bo'lgan dizaynimiz uchun qisqacha lokatsiya hisoblanadi. Ishimiz tezroq bitishiga yordam beradi va u o'z o'rnida ertaga kelajakda ishga joylashganda shu tartibda ishlasa qiyinchilik tug'dirmaydi, xudo xolisa. 3D Max programmasiga kirib boramiz. 3D Max programmasida birinchi qiladigan ishimizni o'rganib chiqamiz. Interfeys, navigatsiyani o'rganamiz. Ishlatishi, ya'ni oddiy sodda primitivlar, qisqa komandalar va shu bilan birga tezkor tugmalar, ya'ni bizning tilda горячий klavish deymiz. Ana o'sha tezkor tugmalarni o'rganamiz. Kerak bo'lsa, buni sozlashni, o'zimizni shaxsiy горячий klavishalarni yasashni o'rganib chiqamiz. Bu o'z o'rnida ishimizni tez bajarishga yordam beradi. Juda qulay bo'ladi bu narsa. 3D Max tanishib chiqqanimizdan keyin AutoCADda chizgan planimizni 3D Max programmasiga olib kirib, 3D Max programmasida xonani to'g'ri 3D'sini yasash, tezkor holatda yasashni va toza, qulay holatda yasashni o'rganib chiqamiz. Xonani yasab bo'lgandan keyin o'sha biz tasdiqlab chiqqan xonani mebelirovkalarini 3D Maxda kerakli qismini o'zimiz, ya'ni modulli mebellarni 3D Maxda yasaymiz. Qiyin, murakkab bo'lganini biz yasashda qisqa ko'rsatib beraman, lekin asosan bazaviy modellar bor. Ana o'sha modellardan olib foydalanib, to'g'ri olib kirishni, to'g'ri tozalab foydalanishni o'rganamiz va 3D holatini yig'ib chiqamiz. Undan so'ng biz xonaga to'g'ri kamera qo'yishni o'rganamiz. Qanaqa rakurs olsak bo'ladi, qanaqa rakurs qo'yganimizda xonani
ish o'ziga tortadigan qilib ko'rsatib berishini tushuntirib beramiz. Kamerani joylashtirganimizdan keyin yorug'lik qismiga o'tamiz. Yorug'lik qismini o'z o'rnida ikki turga bo'linadi. Bittasi tabiiy bo'lsa, ikkinchisi sun'iy bo'ladi. Tabiiy deganda tashqaridan osmon, quyosh muhitini to'g'ri olib kirish, to'g'ri sozlash, muhitga moslaymiz. Undan so'ng sun'iy yorug'likni olib kiramiz. Sun'iy yorug'likda biza elektr tarmog'i yordamida yoritiladigan galogen, lyustra, настенный светильник, ya'ni bra deymiz bizani tilda, ana o'sha yorug'lik qismini to'g'ri sozlab yoqib chiqamiz. Undan so'ng hamma освещение yorug'lik qismlari tayyor bo'lgandan keyin biz xonaga modellarimizga material berishni boshlaymiz. Materiallarni sodda qismidan to murakkab qismigacha o'rganib chiqamiz. Lekin shu bilan birga biz bazaviy materiallarni qayerdan olish, ya'ni tayyor materiallardan foydalanishni ham o'z o'rnida o'rgatib ketamiz. Bu bizga ishimizni tez bitishiga yordam beradi. Lekin shu bilan birga material yasashni o'rganishimiz kerak. Chunki bazaviy material yo'q hisobda bizga yasash qo'l keladi. Yakuniy holatda renderimizgacha bo'lgan holatimizga kelganimizdan so'ng tayyor ishimizni render holatiga keltirib, renderga bosamiz. Unda biz batch render tezkor ketma-ketlikda bir necha kadrlarni tartibma-tartib render qo'yishga, undan so'ng men sizlar bilan birga sityovoy render haqida tushuncha berib ketaman. Ya'ni sityovoy renderni qisqacha tushuncha berib ketsam, bir necha kompyuter yordamida bitta odam o'zi foydalanib renderni tezkor holatda bitirishi sababchi bo'ladi. Shu bilan bizning dizayn qismimiz bitadi. Dizayn qismimizdan keyin biz yana ishchi chizimlariga qaytib kelamiz. Ishchi chizmalarida biz tayyor dizaynimizni AutoCADga ko'chiramiz. Ya'ni devor yoymalarini chizib chiqamiz. Patolog qismini chizamiz. Patologda освещение, yorug'lik qismlarini tayyorlaymiz. Qayerda galogen, qayerda lyustra joylashyapti. Bularning razmerlarini qo'yamiz. Shunda bizda ikkita albom, ya'ni umumiy holatda bitta qilib yig'amiz. Bunda bizda rangli ko'rinish va ikkinchisi chizmalar to'plami bo'ladi. Va 4 oy davomida shu etilgan ishlarni to'g'ri talabga javob bergan holatda topshirgan o'quvchilarimizni ishga joylashishda yordam beramiz. O'quvchilarimiz qilgan ishlardan namunalarni ko'rishingiz mumkin va siz ham shu o'quvchilarimiz kabi ishlarni bajarsangiz, o'quv markazimiz tomonidan sertifikatlab beriladi. Mana ochuv darsimizni ham tugalladik. Agar siz YouTube orqali ochuv darsimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, pastdagi link orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin yoki ushbu raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu soha sizni qiziqtirgan bo'lsa, biz sizni kursimizda kutib qolamiz.